Andijon viloyat pedagogik mahorat markazida Islom taraqqiyot banki, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, UNICEF xalqaro tashkiloti hamkorligida seminar trening mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasida sifatli maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish loyihasi asosida tashkil etilib, unda faol, ijodkor pedagoglar ishtirok etdi. 3 kunlik seminar treningda pedagog kadrlar malakasini oshirishda o'zgarishlar va yangiliklar, bola yetakchiligiga asoslangan pedagogika va yangi ilk qadam dasturi, yosh bolalarni samarali o'qitish uchun pedagoglarning zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalari, fasilitatsiya va muloqot, bolalarga yo'naltirilgan pedagogika, ijtimoiy emotsional o'rganish, inkluzizatsiya va integratsiya amaliyoti, ota-onalarning ishtiroki va oilalar bilan muloqot, turli darajadagi nizolarni hal qilish, kuzatuv hamda kasbiy axloqiy harakat sifatida kabi masalalar asosiy e'tiborda bo'ldi. Bu jarayonda 3-yil qadam davlat o'quv dasturi, shu bilan birga maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarni fasilitatorlik qobiliyatlari, o'qitishda bolaga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlari, xorijiy ta'lim texnologiyalarini qo'llashni maqsad qilganmiz. Bu jarayonda o'zimizdagi bor bilimlarni, shu bilan birga bor tajribalarimizni aynan Andijon pedagog trenerlariga yetkazish va ular shu o'rinda o'z hududlari doirasida bu jarayonni yanada kutilgan natijaga nisbatan olib kelishni maqsad qilib olganmiz. Xalqaro va mahalliy mutaxassislar milliy trener sifatida trening mashg'ulotlarini interfaol usullardan foydalangan holda ishchanlik ruhida olib bordilar. Bu o'z navbatida maktabgacha ta'lim sohasida erishilayotgan natijalarga yangi imkoniyat eshiklarini ochish bilan ahamiyatli bo'ldi.